Assalomu alaykum. Men Shahina G'ulomova. Instagram ijtimoiy tarmog'ida 2 yildan beri o'zimning shaxsiy blogimni olib boraman va odamlardan doimiy ravishda o'zimni yashirib kelgan sirlarim bor. U ham bo'lsa meni tashqi ko'rinishimda, ya'ni yuzimni pastki sohasida baqbaqalarim borligi sababli kamera bilan ishlashga doim qiynalib kelganman va shu yil stressli yil bo'lganligi sababli 7 kilogacha vazn ko'tardim. Bu ham mana tashqi ko'rinishimga o'zini ta'sirini o'tkazmasdan qolmadi va bugun buning yechimini Ilola opamni oldilariga kelib topdim. Vot qizlarjonlar, mana bizning rezultatimiz. To'g'risi, oynada birinchi o'zimni ko'rishim bilanoq kayfiyatim ko'tarildi. Menga qilib bergan ishlari juda ham ma'qul keldi va Hilola opa 3 yillik tajribaga ega kosmetolog hisoblanadilar. U kishining barcha preparatlari sertifikatga ega va original. Agarda sizlarga ham mana shunaqangi professional xizmat turlari kerak bo'lsa, bemalol shu kishiga murojaat qilaverasizlar. Agar meni nomimdan kelsanglar, 10% dan 20% gacha chegirma asosida xizmat ko'rsatishadi. Albatta kelib o'zinglarni chiroyli qiz qilib ketinglar.